Bir qarashda bu odam bambukka vaksina yuborayotgandek ko'rinishi mumkin. Aslida esa bu Xitoyda bambuk arogini tayyorlashning o'ziga xos usulidir. Jarayon 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan, yogon va baquvvat poyali yangi bambuk poyalarini tanlashdan boshlanadi. Keyin bambukning ichiga kichik teshik ochiladi va tog'ridan-tog'ri ichiga aroq quyiladi. Buglanishni kamaytirish uchun teshik kichkina bambuk tish kavlagich bilan berkitiladi va havo o'tkazmasligi uchun asalari mumi qatlami bilan qoplanadi. Tayyorlash jarayonida bambuk o'sishda davom etadi. Bu esa aroqning uning tolalariga singib, organik moddalarni ozlashtirishiga imkon beradi. Yetilish jarayoni bir necha oydan 1 yilgacha davom etadi. Aroq yetilgach, bambuk kesiladi va aroq olinadi yoki bambuk poyasining o'zi saqlash idishi sifatida ishlatiladi. Bu usul Xitoyning madaniy merosini ham o'zida mujassam etadi. Unutmangki, ichkilik insonga ko'p ziyon yetkazadi. Obuna nega bo'lmaysiz axir?